Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana piltalarimizni bosib yoniga shismalarni quyib oldik, tepasini lombas qilish jarayoni. Xo'p. Mana pirmichkamizga latogini qo'yganmiz. Ichiga to'rttalik armatura tashlab, qo'lni shismani shunga ulovorganmiz. Boshidan oxirigacha. Undan keyin tepasiga shisma qo'yilgani yo'q. Pilta bosdik va yonini shismasini qisib chiqdik mana. Mana eshik derazalarni oldida priyomlarda dumaloq teshikli blogimizdan urib chiqqanmiz. Xudo xolasa latogini ham yo'lga qo'yyapmiz. Xudo xolasa latoglarni ham ishlab chiqaramiz bundan buyog'iga. Mana piltamiz bosilgan holati. Hali bu orqa tomoni mana pina blogdan bo'lgan. Xo'p, buni serdeshniklar ochiq holatda bo'lgan. Bu tomonda mana yaqinda bo'ldi, bu gazobluydan bo'ldi. Mana ichki tomoni. Mana shu holatda. Mana bu pirmichkada mana shu joyida shu sesmasi ketgan latogning ichida. Buni balandlik qilgancha urib tashladi. Yana chepasida armatura chiqib turibdi. Tashlashga beton qo'yiladigan joy serdeshnigi bor edi. Mana burchakda shu dumaloq teshik urilgan. Mana shu holatda mana. Qo'lni mana shu oldida priyomlarda eshik derazaning tepasidan sesmani aylantirib yuborganmiz. Tepadan ketdi mana o'sha beton qo'yildi. Yoniga pilta qo'yildi. Tepasiga lombas qilinyapti. Lombasi suxoyini ham bugun mana eksperimentda o'tkazdik. Xudo xolasa o'zimiz tepaga qo'yib qo'ydik. Videolarni qo'yamiz. Meshalkaga bitta meshalkaga mos topib beramiz. Shu meshalkaga mana 1,5 kvadratga yetadi. Qop 50 mingdan chiqadi, kalkulyatsiyasini chiqardik. Keyin mana gazobloklarimiz. Polistrolimiz mana stretch holatda. Mana teshikliklari butuni. Bu yerda mana paddonni ortilib qo'ygan, ertaga pokovka qilinadi. Kecha chiqqan bloklar mana bu ikkitalik teshikliklar. Bu tomonda mana butuni nimadan ortilgani. Mana qattiqliklar zo'r. O'rta teshik yakka pergorodkalarni ulab ketgani mana. Xudo xolasa mana bloklar yaxshi chotki tankillab turibdi. Xudo xolasa 4-5 kunda bundan ham qatib ketadi mana butun holatlar. Ba'da puklarimiz mana bolalar ishlab qo'yishni boshlayapti. Aloqaga chiqarsa chiroyli qilib yetkazib beramiz. Bu tomonda gazobloklar mana.